İnsan hayatı türlü qiyinchiliklarga yo'l o'qishi muqarrar. Ba'zida siz ajoyib charchash his qilasizki, hatto hammadan biroqla voz kechishni o'ylaysiz. Agar kunlarning birida siz turmushning jafosidan holsizlanib, bardoshlik berolmay qolganingizda, mening bu so'zlarimning sizga madad bo'lishini umid qilaman. Qiyinchilikda qolganda g'ayratingizga eling, biroq boshqalarga dard etmang. Ko'pincha hollarda sizning boshqalarga yurak bag'ringizni yerib dard etishingiz amaliyotda sizning hech qanday qiyinchiligingizni hal qilib berolmaydi. Aksicha, texi balkim shu anglovchilaringizning tomoqdan keyingi g'ayvat temasi bo'lib qolishi mumkin. Darvaqa, qaqshib olish balkim bizning ichimizda ozroq bo'lsin bo'shdigandir. Biroq qaqshab bo'lgandan keyin bo'lsa, ishlar yana shu peti joyida turaveradi. Turmushimizga keyin ishlarni hal qildig'ini bizning atalmish do'stlarimiz emas, balki yana o'zimiz bo'lamiz. Shunga vaqtingizni voysab isrof qilgandan ko'ra, sovuqqonlik bilan endi qanday qilishingiz kerakligi haqida o'ylash texim aqlonalik. Esingizda bo'lsin. Munosibatsiz odamlarga hissiyotingizni avor qilib, dard to'kib yurishingizning qilcha hojati yo'q. Buningdan pig'oningizni yurakingizga ko'mib etib, g'ayratlik bo'lib, hal qo'yib etmasingizlar, ishingizki hamma qiyinchilik cho'qim o'tib ketadi. Yo'l o'zingizning oyog'i ostida. Shunga boshqalarning oyoq izidan manzilingizni izlamang. Sizning hayotingiz albatta o'zingizning qaror chiqarishingizga muhtoj. Hamisha boshqalarning g'alabasiga havas qilavermang. Dunyoda talayligan muvaffaqiyatlar tasaddiqiylik va muqarrarlikdan borliqqa kelgan. Shunga siz boshqalarning qadamlarini har qancha iz bosib mangsingizmi, balkim o'xshash bir natijaga erisholmasligingiz mumkin. Shunlashqa boshqalarning oyoq izidan manzilingizni izlamang. Hayotimizga boshqalarning ta'bir berishining hojati yo'q. Atrofimizdagilarning hayotimizga yo'l ko'rsatib berish texmi behojat. Chunki boshqalarga yaraganning bizga mos kelishini atayin. Boshqalarning nazaridagi turmushning bizning orzu qilayotganimiz bilan o'xshash bo'lishi atayin. Siz qanday yashamoqchi? Siz intilayotgan baxt zoti nima? Bu o'zingizga hammadan ayon. Balkim sizning qo'llashayotganingiz nom qazib tuhfa yaratishdir. Balkim nom atoqqa berilmay tinch turmush kechirishdir. Va balkim sizning orzuyingiz oilangizning xotirjamligidir. Mayli qaysili bo'lsa bo'laveradi. Eng muhimi bu o'zingizning tanlashi. Shunga boshqalarning muvaffaqiyatini o'zingizga besim qilib olmang. Boshqalarni o'lcham qilib olib, o'zingizni qiynab qo'ymang. Texmi to'g'risi, o'zingiz to'g'ri deb bilgan yo'ldan qaytmang. Agar siz psixikangizga xo'ja bo'la olmasangiz, u holda cho'qim kayfiyatingizga qul bo'lib qolasiz. Psixikasini kontrol qila olgan insonga dunyo taslim bo'ladi. Sog'lom psixika siz qiyinchilik yo'liqqanda sizga ishonch va jasorat ato qiladi. Agar siz ishonch, aktiv pozitsiya va chidam g'ayratni o'zingizga hamroh qilsangizlar, cho'qim turmushdagi ko'plagan mushkulotlar ustidan g'olib kela olasiz. Aksicha shu psixikasi cho'lib ketganlar bo'lsa, har qancha yaxshi fursatga erishgan taqdirdami, hamon yaramsizlik sababli qochoq askardek yiqiladi. Qo'rqinchoqlik, sapro mijoz, yomonlaydigan xarakter, passiv energiya sizni g'albidan yiroqlashtirib qolmasdan, balki atrofingizdagi kishilardan yiroqlashtirib o'tadi. Chunki hech kim o'ziga besim, arg'inlik va xafalik elib keladigan kishilar bilan do'stlashishni xohlamaydi. Shunga do'stim, kayfiyatingizni kontrol qilishni, uningga xo'ja bo'lishni yaramsiz emas, balki qahramondek yashashni o'rganing.